Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Amerika Xitayning Jas şəhəri haqida haqiqiy sonliq ma'lumot to'plaganligini jazmlashtirolmaydiganligini aytgan. İki partilik millat vakillari Xitoy haqidagi andishalarini o'rtoqlash uchun muhim shaxslar bilan ko'rishgan. Yaponiya tashqi ishlar ministri Yoshimasa Hayashi yakshanba kuni Xitoy mansabdoshi bilan ko'rishdi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Xitoyning Jas shahri haqida haqiqiy sonliq ma'lumot to'play olmaganligini aytgan. Reuters agentligining 3-aprel kunidagi xabariga qaraganda, Bayden hökuməti bu yilning boshida Xitoyning Jas shahri Amerikaning sezgir harbiy rayonlaridan uchib o'tganligi uchun Jas shahri haqida dal sonliq ma'lumotlarni to'play olmaganligini aytgan. NBC xabarlari dushanba kuni Amerikaning tirishchanligiga qaramay Xitoy Jas shahrining Beijingga shu vaqtdagi real sonliq ma'lumotlarni dal vaqtda yetkazganligini, bu Cumhuriyetçilerning Baydenni Jas shahri bexatar yerga qo'ng'ichi saqlab turib, ondan etib tushirdi deb tanqidlaganligini to'g'rilaganligini xabar qilgan. Oqsaroy va Beshburjaylik bino muxbirga o'zlarining bu hisobotni dalillay olmaydiganligini, Beshburjaylik bino mutaxassislarining shahar haqidagi dalil isbotlarni tekshirayotganligini aytgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Amerika zaminida Jas shahrining uchishining kutilmagan ish ekanligini, Xitoyning Amerikaning uni mubolag'alashtirishini xohlamaydiganligini aytgan. Amerika amaldorlari shaharning Xitoy tarafidan kontrol qilinadiganligini, Amerika osmonida ba'zan o'ng-so'lga yutkilib charlash ilib borganligiga ishonadiganligini aytgan. Shundaqdimi, ayni vaqtda Amerika amaldorlari shaharning davlat bexatarligiga ko'rsatgan ta'sirini tuvan mo'ljarlab, Amerikaning sezgir joylarida uchur to'plash iqtidorini tadbir qo'llanib cheklaganligini aytgan va bu shaharning sunniy hamrohga qaraganda texnik ko'p uchurlarni yig'a oladiganligini e'tirof qilgan. Xitoyning shahar voqeasi Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinkenning planlagan ziyoratini kechiktirib, Washington bilan Beijing o'rtasidagi munosabatni texnik jiddiylashtirib o'tgan. İki partilik millat vakillari Xitoy haqidagi andishalarini o'rtoqlash uchun oldimizdagi hafta Kaliforniyaga berib, yuqori darajalik texnik va ko'ngilchish boshqaruvchi xodimlari Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan. Yahoo xabarlari torining 2-aprel kunidagi xabariga qaraganda, Wisconsin Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi, Amerika Xitoy strategik raqobat alayda komitetining raisi Mike Gallagher boshchiligidagi bu safar Xitoy Kompartiyasining Amerika jamiyatining o'xshamagan joylariga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini tushunishni maqsad qilgan. 5 nafardan ortiq parlament a'zosi chorshanba kuni Los Anjelesdagi safarini boshlaydigan. Ular Walt Disney shirkatining bosh ijroiya amaldori Bob Iger va ba'zi film ishlovchilar, artistlar bilan ko'rishib, Beijingning kino ishlashga bo'lgan talabi va Xitoy bozorlariga selinish ahvolini suhbatlashgan. Millat vakillari Xitoy Kompartiyasining bayonlarining qanday qilib Xitoyda va dunyoning har qaysi joylarida ko'rsatilgan filmlarda Amerika kulturini eksport qilishning yumshoq kuchiga buzg'unchilik qiladiganlik va ziyonli filmlarni qanday qilib chiqaradiganligini tekshirilgan. O'rta Amerika ziyoratidan qaytadigan Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan. Kaliforniya Cumhuriyetçiler Partiyasining parlament a'zosi Avam palata bayonotchisi Kevin McCarthy bilan ko'rishgan. Gallagher rahbarligidagi Amerika Xitoy strategik raqobat alayda komiteti isbot anglash uyidan halqib, maydonlargacha berib, dunyodagi ikki cho'ng iqtisodiy gavda o'rtasidagi strategik raqobatning har qaysi taraflarini tushunadigan. Bu komitet xususiy egilik rahbarlari bilan uchrashish orqali Amerika shirkatlarining Xitoyga bo'lgan ta'siri va ularning bu davlatning iste'molchilari va ta'minlash zanjiriga bo'lgan ishonchisini yangidan baholaydi ekan. Suhbatda Amerika hukumati bilan xususiy tarmoqlarning hamkorlashib, qanday qilib Xitoyning tahdidiga taqobil turishi kerakligi o'ttirg'a qo'yiladi ekan. Xitoy prezidenti Xi Jinpingning Rossiyani ziyorat qilishidan keyin Amerika bilan Xitoyning munosabati texmi yiriklashgan. Gallagher va Illinois vakili Raja Krishnamurti, Xitoy komitetidagi yuqori darajalik diplomatlar TikTokning Amerikada tijorat qilishini to'smoqchi bo'lgan bir qancha qonun loyihasining birini birlikda qo'llagan. Kaliforniya shtatining Avam palata a'zosi Kevin McCarthy chorshanba kuni Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan ko'rishgan. Yahoo xabarlarining 3-aprel kunidagi xabarda aytilishicha, McCarthy'ning ishxonasi dushanba kuni Avam palatasi rahbarining Kaliforniyadagi Ronald Reagan Zongtong kutubxonasida Tsai Ing-wen bilan ikki partiya uchrashishi o'tkazilganligini e'lon qilgan.
Yaponiya Tashqi ishlar ministri Yoshimasa Hayashi yakshanba kuni Xitoy mansabdoshi bilan ko'rishib, Beyjingdan tutqun qilingan yapon fuqarosini tezdan qo'yib berishni talab qilgan. Yahoo xabarlarining 2 aprel kunidagi xabariga qaraganda, bu qatimqi uchrashish ikki davlat tashqi ishlar ministrlarining rayon jiddiyligi sababidan 3 yildan buyon tunji qatim ko'rishishi hisoblanadigan. Astellas Pharma shirkatining bir xizmatchisi bir hafta ilgari noma'lum sabablar bilan tutqun qilingan. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligining bildirishicha, 5 Yaponiya fuqarosi Xitoyda tutib turilayotgan bo'lib, bularning ikkisi sotlangan. Hayashi muxbirga yaqinda bir Yaponiyalikning Beyjingda tutib turilishiga qarshi turganligini, bu masaladagi maydonini, qo'yib berilishiga bo'lgan kuchlik pozitsiyasini o'tirg'a qo'yish bilan birga, Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan hamkorligi va Sharqiy dengizdagi harbiy faoliyatlari kun sayin kuchayotgan harbiy tayyorligidan andish qiladiganligini bildirgan. Hayashi yana Chinggang bilan Tayvan masalasi haqida so'zlashgan. Chinggang Xitoyning Yaponiyaning Tayvan masalasiga aralashishni xohlamaydiganligini, egilik huquqiga buzg'unchilik qilmaslikni talab qiladiganligini, Tayvanning Xitoyning yadroliq manfaatining yadrosi ekanligini ta'kidlagan. Yaponiya bosh ministri Fumio Kishida va Xitoy prezidenti Shi Jinping 3 yildan beri tunji qatim noyabrda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlar yig'ini mezgilida ko'rishgan. Shiddatlik zulmat qorong'uligidan keyin eng tez suratda yetib kelish harpisida turgan oydinlik bizni hali ham kutib turibdi. Biroq ma'lum bo'lmoqdaki, insonligimizni allaburun xatar rayoniga akirib qo'yib, jismimizni, quruq iskeletimizni elib qetish ko'yida yurmoqdamiz. Ro'yimizni go'rga qo'yib turib olgan bu qetish qarorining xato tanlashlarning davomi hamda eng qo'rqinchlisi ekanligiga diqqat e'tiborimiz tayinliqdek. Ibrat saboq og'idek holimizmi chaqliqdek. Halbuki hayotlik dasturimiz navbatdagi sakratlik holatimizga qaramay, o'zining jaranglik sadolari bilan har birimizni mavjudlik krizisimizda to'g'ri tanlashga ega bo'lishga va haqiqat tomon ilgirlab, ziyonni takror sodir qilmaslikka shu tarzda chillab kelmoqda edi. Ey millat, bas, yetar, o'yg'on. Zaman bilan qasamki, inson haqiqatan ziyon ichida. Faqat iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, bir-biriga haqni tavsiya qilishgan, bir-biriga sabrni tavsiya qilishgan kishilar ziyon tortmaydi. Asr surasi Burhan Muhammadning Xo'roz tug'ishi kerakmi nomli yozmasidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.